Ko'pchilik so'ragan 6 pichoqli hamda 4 pichoqli drabilkalarimizdan Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib kelgan. Video davomida ma'lumotlarini, narxini to'liq obzorlan qilib, tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Akalar, bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, hoziroq omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyat, Marg'ilon soliq to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Xo'p, ko'rib turgan drabilkalaring xashak, somon, poya, o't mahsulotlarini maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Bizda 4 pichoqli hamda 6 pichoqli variantidan повтор yetib keldi. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan drabilkamiz 4 pichoqli drabilka bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, firmasi Guonjo firmasiga tegishli Xitoy mahsuloti bo'ladi. Nargi tomonidan o't, poya, somon mahsulotlarini solasizlar, maydalangan holatini bu tomondan chiqazib beradi. Ichida pichoqlarni ochib ko'rsatamiz. Pichoqlari mana ko'rishlaringiz mumkin. 4 pichoqli original yo'g'on pichoqlar bilan jihozlangan. Xo'p, bu tomondan o't tiqishlaring bilan bu shnek orqali qissa olib kiraveradi. Olib kirilgan o'tlarni bu pichoq orqali bemalol maydalab chiqazib olishlari mumkin. Undan tashqari o'z skorslari bor. Mayda yirik chiqarishlarni bemalol skorslarni legirovka qilishlar mumkin. Nargi tomonga bo'ladigan bo'lsa оборот tezlashadi, bu tomonda bo'ladigan bo'lsa оборот sekinlashadi. O'rta xolesterin holati neytralga pichoqni o'zalanadi, o't tortmaydi. Motori 5.5 katta motordan, sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan akalar. Aytganimdek, bemalol poyalarni maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Narx-navosi 2.300.000 so'm. Obunachilarimiz uchun albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bemalol pastda nomer qoldirib ketyapmiz. Aloqaga chiqib olinglar. Endi ukamizga kattaroq variant kerak. Kattaroq albomda chiqaramiz hamda bez nagoska ishlash kerak degan akalarimizga original 6 pichoqli variantimizdan yana повтор yetib keldi. Ichida pichoqlarini ochib ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta pichog'iga pechat qo'yilgan original yaltiroq pichoqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Har bittasida Xitoy pechat bo'ladi o'zida. Keyin akalar buni tortib beradigan shnek qismini ikki xil variantga bo'linadi. Original shnek hamda prostoy shnek. Prostoy shnekda yonboshda sfarka qilingan holati bo'ladi. Bunda mana ochiq holatda uncha-munchaga sinib ketish holati bo'lmaydi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Keyin akalar santimetri 20, 25, 30 santimetrga bo'linadi. Bu katta 30 santimetrli original variantidan. Bunda ham skorslari bor, balonlari hamma tayyor qo'yilgan. O't soladigan oxir qismi 4 pichoqliga nisbatan kattaroq bo'ladi. Keyingi o'rinda motorlari ukamizni tokimiz past qanaqa holatda ishlatamiz degan akalarimizga 170-180 tokkacha ishlaydigan original motordan qo'yib kelingan. Tepa tomonda mana to'shni ko'rsatib turadigan datchiklari bor. Sifatlari juda ham zo'r. Narxi 2.600.000 so'm. Obunachilarimiz uchun, kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimiz uchun albatta chegirmalarni qilib beramiz. Lentali, universal hamda samodelka variantlari ham do'konimizda mavjud. Kimga qanaqa variant qiziq yoki da narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Shunaqangi drabilka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni sizlar chiroq narxlar chiqazib beramiz.